kechirish degan so'zini yoqtirmayman, bilasizlar. Chunki kechirish faqat kimga xos? Ba'zida bu kechirishlik kerak. Bilasizlarmi kimga nisbatan? Kimga nisbatan? Chunki rostdan ham tanani omonatligini bilmasdan, ota-ona buyukligini, ota-ona tomirlarimizligini bilmasdan ko'p bu yoqqa sakrab qo'yamiz va o'zimizni ko'p aybdor his qilamiz. Xatolaringiz kecha edi. Bilmaganlaringiz kecha edi. U kechagi fikrlaringizni, kechagi kutuvlaringizni, kechagi xulq-atvoringizning natijasi edi. Tushuning o'zingizni. Boshqacha bo'la olmasdingiz. Boshqacha bo'lishligi mumkin ham emas edi. Bugun sizda boshqacha fikr. Kechagi kunimiz bilan olinmaymiz, o'rtoqlar. Biz oxirgi nafasimiz bilan olinamiz. O'sha uchun aytdim-ku, ilmlikman deb kattayam ketib bo'lmaydi. Inson butun umrini ibodatga sarflab, butun umrini ilmga, xizmatga sarflab, oxirida ajal kirib kelayotgan payti kimdir telefon qilib g'iybat qilib qo'ysangiz, ajal olib kelsa, ana shu oxirgi g'iybatingiz bilan ketasiz. Shuning uchun kechagi kunni Lut alayhissalom qissasida Alloh taolo ko'rsatib bergan, yondirib tashlagan va oldinga chiq degan. Demak, biz oldinga qarab ketaverishimiz kerak. Lekin oldi ham orqadek bo'lishligi kerakmi? Yo'q. Orqanikini bu yoqqa olib kelishligimiz kerakmi? Yo'q. Toshdek qotib qolasizlar. Toshdek qotib qolasan degani qaytarilaveradi degani. Qotib qoladi, tarix qotib qoladi degani. Qaytarilaveradi degani. Shuning uchun sizni vazifangiz o'zingizni tushunishlik, o'zingizni kechirishligingiz.